Banandan boshqasini haydamaydiganlar aka ko'p-a. Siz ham shunaqalardan ekansiz. Ishqibozlar bor. Nimaga sotyapsiz buni? Katta motor chiqmoqda xolisi. Xuddi shu bananni kattasi 600 chi. Voy, do'st. Yuragida o'tib boriladi. Nima bu? Necha motorli bu? Xo'p, bu 3.5 atmosferniy motor. 306 ta mot kuchi bor. 306 ta. Yili 2011. Lekin polni 600 body kit taqilgan. Necha pul ketadi mana shu body kitlarga? Bir 5-6 ming ketib qoladi. Mana perforatsioniy опорный diskalar shu ham falopilga qo'yiladi qo'shimcha. O'sha 600 qo'yilgan, bu ham ideal, ana sostenalari yaxshi. 2000 ketib qoladi bunga bemalol asfaltlariga. Xullas, normalniy mehr berilgan asfalt qilingan. Endi ko'chadan turishi 600 body kit. Hamma joy 600 body kit qilingan. Kraskasi bormi? Kraskasi yo'q, udar-pudar yo'q. Faqat shu oldi-orqa bamper almashgan, restayl qilish uchun kapot, ikkita krilo almashgan, shular sepilgan detal. Yangi qo'yilgan. Udar yo'q, yangi detal qo'yiladi, restayling o'tganda. Hammasi yangi. Lyuk, buklari bor ekan, komplektatsiyasi yaxshigina full ekan, lekin avtoparkovkalari ham bor, hamma narsasi bor. Avtoparkovka? Ha. Seriously. Assist qiladi-da, ya'ni polni qo'yib beradigan. Parkovka assistenti bor, mana soatlari, xullas, bananxo'rlar, qattasilar. 3.5 motorli. Class 350 bo'ladi, menimcha 400 bo'ladi, 350. Srochniga qalblariga qo'l solib, necha pul bera olasiz aka? Rosa savdalashdi, yomondan ko'rinib qoldi. 300 bo'lsa. Hatta o'sha 45-900 qo'yaveringlar. 300 qo'yinglar, tepasida dangel keladigan buni gaplashamiz. Bananxo'rlar narxini eshitdinglar. 16300 bo'ladigan, undan ancha baland aytdilar. Buni faqat tushungan odam, bilgan odamlargina oladi. Bilmon qilasiz, mana o'zlari bananxo'rlar siz bilan zo'r til topishib, batafsil tushuntiradilar. Haydab ko'rasiz, ma'qul bo'lsa bosib olasiz.